Shatar bo'ladi. Ya assalomu alaykum. Gaz plitalar qarab yurdim aka. Hop, qanaqasidan? Qanaqalarni chiqqan bo'linglarni qarab. Bosra o'zi qaysi tavsiya qilasiz? Hop, aka, avvalo narxini bilib olsak, sizga qanaqasidan kerak? Narxlari qanaqa bo'lsin sizga? Gidetda bir yo 3 million, 3,5 million atrofida mo'ljali. Hop, 3 millionlar atrofiga sizga juda zo'r gaz plita olasiz. Narxlari ham zo'r bo'ladi. Sizga taklif qiladiganim 65 litrlik Artel'da Appetito 01 degan modelni tavsiya qilib olayman. Buni afzaliy tomonlari 2 ta oynali bo'ladi. Ichlari biokeramikali bo'ladi. Yana buni afzaliy tomoni servis sentrlari bor. Hop, mana bu joylari ham qo'ni chugulli bo'ladi, ancha baquvvat. Chirog'i bor va spichkasi ham bor bo'ladi. Eng full varianti bo'ladi. Garantiyasi 3 yil bo'ladi. Servis sentrlari bor. Hop, O'zbekiston bo'ylab beplatni servis sentrlari bor. Dastavka xizmati ham bor aka. Dastavka xizmatini ham qilib beramiz Toshkentda.